Hazrati Abduxoliq ibn Abdul Jamil G'ijduvoniy rahimahullohu taolo 1103-yilda G'ijduvonda tavallud topdilar. Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniyning otalarini bilasizlar, Abdul Jamil. Asli bular o'zlari Malatiya diyoridan. O'sha paytdagi ba'zi vaziyatlar, ba'zi voqealar, bo'lgan ba'zi chigalliklar sababli ba'zi rivoyatlarda Hazrati Xizr alayhirrahmaning ko'rsatmalari sababli Hazrati Abdul Jamil Buxoroga ko'chib kelganlar ahli oillari bilan. Ba'zi rivoyatlarda u kishining yoshlari ancha joyga borib qolgan bo'lgan. Ancha joyga borib qolgan bo'lsa ham ko'rsatma bilan Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniyning onalari bilan shu yerga kelganlar va Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniy 1103-yilda mana shu yerda tavallud topganlar. Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniyning o'zlari nima dedilar? Sarchashmai nur G'ijduvon maskani most. Ya'ni ilmi irfon manbai, ilmu ma'rifat manbai G'ijduvon bizni maskanimiz, bizlarni manzilimiz deb aytgan ekanlar. Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniy G'ijduvonda o'sadilar, G'ijduvonda ilm oladilar. Boshlang'ich ilmlarini mana shu yerdagi madrasalardan, masjidlardan Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniy ilm olib, bu yerdagi ilmlarni, bu yerdagi boshlang'ich ta'limlarni tugatganlaridan keyin Buxoroga boradilar. Endi hammamiz bilamizki, 10-asr, 11-asr Buxoro nihoyatda ilm va irfon makoni bo'lgan, ilm va irfon manzili bo'lgan. Buxoroda yuzlab madrasalar bo'lgan. U payt Qaraxoniylar, Saljuqiylar, Sulton Sanjar zamoni bo'lgan. Nihoyatda Buxoroda madrasalar, ahli ilm, ahli fazl, har tomonlama ilm rivojlangan joy bo'lgan. U yerda Buxoroga borib, qator madrasalarga ta'lim va tahsil olib, ustozlari Sadriddin Buxoriy degan ustozga bu kishi shogird tushadilar. Sadriddin Buxoriy Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniyni ilm ustozlari hisoblanadilar. Sadriddin Buxoriy Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniyga xususan tafsir ilmidan dars beradilar. Qur'onning nozik maqomlari, nozik makonlari, Qur'oni Karimdagi ba'zi latoiflarni Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniyga ochib beradilar. Dar haqiqat Abduxoliq G'ijduvoniy ham nihoyatda peshqadam shogirdlardan edilar. Har bir oyatni ma'nosini, har bir oyatni mag'zi mazmunini ustozlardan so'rab borardilar. Bir marta zikr halqasi kelganda, Ud'ulloha, Allohdan duo qilinglar, tadarruan va xifa, ya'ni tazarru qilgan holatda, xufiyona qalblaringizdan duo qilinglar degan joyi kelganda, Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniy zikrga qiziqib qoladilar va zikrni, Alloh taoloni zikr qilishni yo'llarini so'raydilar. Shogirdagi bu qiziqishni, shogirdagi bu tavajjuhni ko'rgan Hazrati Sadriddin, Imom Sadriddin Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniyni o'sha paytda katta alloma, katta olim, shayxlar ustozi, tariqat ahlining sultoni Yusuf Hamadoniyning halqalariga yo'naltiradilar.